Hadisda aytadiki, kim niyat bilan tahorat qilib qo'lini yuvsa, qo'lidagi barcha gunohlari hattoki tirnog'ini orasidagi gunohlar ham to'kiladi deydi. Yuzini yuvsa, yuzidagi barcha gunohlari, hatto kiprigini ostidagi gunohlar ham to'kiladi. Oyog'ini yuvsa, oyog'idagi hamma gunohlar, hatto oyoq tirnoqlari ostidagi gunohlari ham to'kiladi. Boshiga mas tortsa, boshida biror tuk qolmaydiki, orasida gunoh qolsa hammasi to'kiladi. Yana hadis davomida aytingchi, bir odam uyini oldidan o'tgan ariqdan bir kunda 5 marta cho'milib tursa kirib qoladimi? Yo'q. Bo'lmasa o'sha qilishni tahorat qilgan odamlarning gunohi ham qolmaydi. Go'zallikni qarang, ajrni, savobni qarang. Ana mo'min musulmon inson doim tahorat bilan poklanib yuradi.